Hammaga assalomu alaykum. Milliy sertifikatga ro'yxatdan o'tish tartibini ko'rib chiqamiz. Avvalo mana shunday xabarlarda ko'k yozuv ustiga bosib kirsangiz ham bo'ladi yoki Google dan foydalangan holatda kirishimiz ham mumkin. Google ga my.gov.uz ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz bosamiz. Demak, yana kiramiz. Avvalambor mana shunday holat kelib chiqadi. Ya'ni kirish va ro'yxatdan o'tish turadi yuqorida. Kirish, ro'yxatdan o'tish. Agar avval xizmatdan foydalangan bo'lsangiz, saytga kirgan bo'lsangiz, kirish bilan login parolingizni terib kirib olishingiz mumkin. Avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bilan shaxsiy raqam va so'ralgan ma'lumotlarni kiritib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Demak, avval kirganligimiz uchun kirish bilan davom etamiz. Demak, login parol terildi. Mana shaxsiy kabinetga kirdik. Mana endi milliy sertifikat topshirishimiz uchun bosh sahifada mana shunday bo'limlar ko'rinadi va biz ta'limni tanlaymiz. Ta'lim orqali kirganimizda mana 3-da umumta'lim fanlari darajasini aniqlash. Shuni ustiga bosamiz. Demak, mana barcha fanlardan tegishli umumta'lim va maxsus fanlardan bilish darajasini aniqlash, milliy sertifikatni olish, imtihonda qatnashishga ariza berish. Xizmatdan foydalanish degan joyini bosamiz. Demak, bitta qadamlar amalga oshiriladi. Keyingisi degan joyini bosamiz. Hududni tanlang. Demak, hudud tanlanadi. Keraklisi. Demak, hudud degan joyda viloyatimizni, tumanni yoki shahar va manzil avtomatik chiqadi va telefon raqam. Bu ham o'zi avtomatik chiqadi. Keyingisini bosamiz. Demak, fan turi Qoraqalpoq, rus tili, o'zbek tili ochiq ekan. O'zbek tilini tanlaydik. Bajarildi. Demak, test sinovi sanasi 24, 12, 21 bajarildi. Avtomatik chiqadi bu ham. Bittagina imkoniyatingiz bo'ladi va ruxsatnoma olganingizda aniq bo'ladi yoki 21 yoki 22. Demak, test topshiriqlarining hududini tanlang. Demak, qaysi hududda topshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha hududni tanlaysiz. Test topshiriladigan til. Demak, o'zbekcha. Keyingisini bosamiz. Demak, keyingi oyna ochiladi. Bizning raqamimizga SMS xabar keladi. Demak, telefon raqamimizni tekshirib olishimiz kerak, chunki bizga doimo kerak bo'ladi SMS va hokazo xizmatlarda. Shuning uchun telefon raqami to'g'riligini tekshiring degan ogohlantirish berilyapti. Endi oxiriga tushganingizda mana bu yerda tekshirib olishingiz mumkin, ya'ni faningiz nima. O'shandan keyin yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganimizdan keyin mana avtomatik arizaga biz to'lov qilishimiz. Ya'ni mana shu uchun to'lovni 506.250 so'm to'lov. Demak, to'lov qilishda ham shu joyning o'zidan foydalansangiz bo'ladi. Yoki boshqa bir telefon orqali yoki paynet orqali qilganingizda 506.250 so'm, 250 so'm ham qolib ketmasligi kerak. Demak, aynan mana shu joyning o'zida keyin sizga chiqarib beradi. Boshqa ilovalarda to'lash, karta orqali to'lash, sayt orqali to'lash. Misol uchun boshqa ilovalarda to'lashni bosganingizda sizda paynet, klik yoki va hokazo ilovalaringiz bo'lganda to'lashingiz mumkin. Ya'ni bu yerga raqamingizni kiritgan holatda yoki karta orqali to'lashni bosganingizda mana bu yerga kartangiz
va kartaning amal qilish oy, yil va hokazolarni kiritganingizdan keyin bu yerda avtomatik kelib chiqadi va yuborish tugmasi bosilganidan keyin kartadan avtomatik 506.250 so'm yechib olinadi. Va shuning bilan to'lov amalga oshirildi degan yozuv chiqadi va imtihondan 5-6 kun avval ruxsatnoma chiqadi. O'shanga qarab siz keyin davom etishingiz mumkin. Imtihonga kirish uchun ruxsatnomani olgan holatda imtihonga tashrif buyurasiz.